oyda tayyor bo'ladi. Mana qarang. Xuddi shuni zelyonisini olib qolgan xotin. Keremet. Kuştu. Qanday ajim? Ipakdan. Яркая, да? Ha, ipak. Bu ipak. Bu şolk naturalniy. Двухсторонняя? İki taraflama. Ух ты. Bu ichkari abir matolar. Ha, abir material. Adras. Adrastırma? Адрес. А край можно посмотреть? А, просто тесьма это. Ruchnoy, tesma ham ruchnoy. Hammasi. Hammasi ruchnoy. 3 oyda ichi tayyor. Mana bu ustki materiallar ruchnoy bo'lgani uchun kamida 3 kun vaqt ishlanadi, adresda to'qiladi-ku dastgohda. Bu yerda hech qanaqa Xitoy narsasi aralashmagan, tabiiy 100%. Arasında işte yok. Orasida hech narsa yo'q. Ana жақта мақта салады екен. Mana Saada Topayning мастерское. 3 oyda joy qolmaydi. Mana bu sumkalarimiz 10 kunda tayyor bo'ladi. Ipak. 10 kun. Buni tikmagan, bilmagan odam aytadi-ku, "Yo'q" deydi, bu mashinka bu deydi. Biz tortishmaymiz. Mashinka. Chunki Bu sumka qancha turadi? Mashinka emas, bu ruchnoy ipak bu. Chun aytim qancha turadi? $100. $100. 10 kunda 45. tayyor bo'lgan. Mana bu sumkani qarang. Bular $400 Bular Brentwick. Zo'r. Ipak. Bu 1 oyda tayyor. Мощный сумочка. Buni eksport qilamiz Germaniyaga. Ha, Bu ipak. Hammasi tikilgan. qanday kuchli. Tikisiz tikoqsiz tushunyapsiz qanchada bitishini. Mana подушечкаларni qarasanchi. Qancha Hammasi yostiqlar, bular, karpetlar, ipak. Mana kashloglar ipak. 100%. qancha turadi bu? Bu $30. Ipak, akril arzon. O qancha tenga? $30. Berman. Это Tikayotganimiz mana bu chayonni. 15 ming tengami? Примерно 15 ming tenga. Это мурин емес па? Chayon. Нет, это шелк. Шелк. Ipak, shol, naturalniy. O'zi akril olib kelib ko'rsataman sizga. Ichkari ko'pimizda ipak. А смолиной попасть покажешь? Bizlar tikkandan, men o'zim tikkandan bitta nima qilib